Qanday holatlarda bemor chanoqson bo'g'imi uchun endoprotez qo'ydirish kerak bo'ladi va qanday holatlarda lecheniya olsa kifoya? Chanoqson bo'g'imiga endoprotez qo'yishda hozirgi vaqtda keng tarqalgan kasalliklardan ko'ks artroz hamda koronavirusdan keyingi asorat, ya'ni son suyak boshchasini avaskulyar aseptik nekrozdan keyin endoprotez qo'yiladi va istisno holatlarda son suyak bo'yinchasi hamda boshchasini o'sha travmadan keyingi sinishlarida ko'p holatlarda endoprotez qo'yamiz. Ko'ks artroz, son suyak boshchasini aseptik nekrozida bunda kasallik darajasiga qarab turib shu operatsiya taklif qilamiz. Bunda bemor vaqt davomida juda ko'p marta shu konservativ davo muolajalarini oladi, lekin deyarli effekt olmaydi. Bunda kasallik darajasi 3-4 darajasi bo'ladi. Bemorga taklif qilamiz va shu endoprotez qo'yamiz. Son suyak bo'yinchasi hamda boshchasi singanda travmatik sinishlarda bu organizmdagi son suyagi eng baquvvat, lekin singandan keyin bitish qiyin bo'lgan joy. O'shaning uchun bemor 2 oylab, 3 oylab bir joyda qoladi, lekin shu bitishi deyarli imkonsiz bo'ladi. O'shanda bemorga chanoqson bo'g'imini total endoprotezlash amaliyotini taklif qilamiz. Ko'ks artroz hamda son suyagining boshchasini avaskulyar aseptik nekrozi 1 va 2 darajalarida bemorda shu muntazam ravishda konservativ lecheniya olish taklif qilamiz. Sabab kasalliklarni oldini olish yoki bir joyda to'xtatib qolish mumkin. O'shaning hisobiga endoprotez qo'yish shuncha vaqt kechikib boraveradi.